Bu so'zni to'g'rirog'i bu tumanni eshitmagan hamyurtlarimiz bo'lmasa kerak. Qadim tarixdan so'zlovchi osori atiqalari, dovrug'i dunyoga doston Chashma ziyoratgohi, miloddan avvalgi davrlarga aloqador deya qaraluvchi Nur qal'asi, o'z davrining innovatsiyasi bo'lgan korizlari, qimmatbaho qorako'l terilari. Sanasa barmoqlarimiz yetmaydigan bu ro'yxatni hali ko'p davom ettirish mumkin. Asosiysi yorqin tarixga monand chiroy ochib borayotgan shahar va uning atrofida yuqorida qayd etganlarimiz jihatlar hozirgacha saqlanib qolgan. Bir qishloq tarixi ko'rsatuvining navbatdagi sonida esa hali ko'pchilikka noma'lum bo'lgan tarixiy joylarga borishni va ular haqida hikoya qilishni maqsad etganmiz. Shuning uchun biz tumanning qadimiy qishloqlaridan biri Chuya sari yo'l olamiz. Qolgan gaplarni esa sayohatimiz davomida birgalikda gaplashamiz. Mana o'sha Chuya qishlog'i. Nurota tog' tizmalariga kiruvchi Oqtog' va Qoratog' o'rtalig'ida joylashgan shinamgina qishloq. Taraqqiyotning shiddatli to'lqini ushbu qishloqni ham chetlab o'tmasdan obod qishloqlar safiga qo'shib qo'ydi. Chuya. Bir eshitganda deyarli bironta ma'noga ega emasdek tuyuluvchi bu qishloqning ham o'ziga xos tarixi bor. Qishloq toponimikasining negizi mahalliy aholining kelib chiqishi. Bu yerda qanday urug'lar yashaydi, qanday diqqatga sazovor tarixiy joylari bor. Ushbu savollarga birgalikda javob izlaymiz. Bizga esa qishloq faollari bilan birga Nurota tumani tarixiga qiziquvchi o'lkashunoslar ham hamrohlik qiladi. Oldimizdagi 2 kun esa qiziqarli sayohatlarga boy bo'lishiga ishonamiz. Biz mahalla faollari bilan uchrashib, qanday tarixiy ahamiyatga ega joylarni tasvirga olishimiz mumkinligini so'radik. Ular esa tog'da bir nechta hududda toshga bitilgan qoyatosh suratlarini, Nurota shahridagi turdoshi bilan bevosita aloqador Chashma bulog'i hamda Xalq Qo'rg'ontepa deya atovchi tog'dagi tepalikni borib ko'rishimiz kerakligini aytdi. Obod qishloq dasturining asosida qishlog'imiz o'rtasida yangi bir shaharcha paydo bo'ldi. 2 kilometr uzunlikdagi trotuar o'rnatildi ko'chalarimizga yonboshida bolalar maktabga qatnashish uchun, piyodalar yurish uchun. 4200 metr loy chang bo'lib yotgan ko'chalarimiz asfalt qilindi. 13 kilometr, 15 kilometr ko'chalar tosh shag'al yo'li bilan qoplandi. Mana bizning qishlog'imiz tarixi ham uzoq tarixga borib taqaladi. Bizning qishlog'imizda o'rganilmagan qirralari ko'p. O'zimizning tariximizni o'rgansa, ularni tagida tub ma'nosida juda katta ma'naviy boyliklarimiz, tarixiyat. Chashma ziyoratgohida masalan shu qadimda bu yaqin o'rtalarda tegirmonlar bo'lmagan. Shu qadimdan ota-bobolarimiz aytishiga qaraganda shu chashmaning hozirgi chashmadan oqqan suv 7 ta 8 ta tegirmonni aylantirib, butun shu qishloqdagi to'barakdagi aholiga shu tegirmonlardan un chiqarib ketgan shu qishlog'idan. Shu qishlog'ining ham tarixi juda boy tarixga ega. Reja ham tezda tuzildi. Birinchi kuni Chuya Langar yo'li orqali xalq orasida Surat va Alchaksoy nomi bilan mashhur daralarda joylashgan qoyatosh bitiklari hamda Azlar ota ziyoratgohiga borishga kelishdik. Yo'lga chiqishdan oldin Chuya nomining kelib chiqishi haqida mahalla faollarining fikrlari bilan qiziqdik. Agar Chuya qishlog'ining bir tarixiga bir nazar soladigan bo'lsak, bu bir tarixiy manbalarda, bir kitoblarda bu Chuya qishlog'i haqida birorta bir joyda bizlar shu ilmiy izlanishlar natijasida kitoblarni varaqlab ko'rganda ham Chuya qishlog'i haqida birorta bir ma'lumot yo'q. O'zi o'zbek tilida Chuya so'zining bir o'zi yo'q. Chuya degan so'z bu qandaydir boshqa joydan kelingan degan xulosaga to'xtamga keldik. Abdurashid Omonov Chuya qishlog'ida tug'ilgan. Qariyb 40 yil xalq ta'limi tizimida qishloq bolalariga geografiya fanidan dars bergan. Hozirda nafaqada. Hududdagi qishloqlar toponimikasiga qiziqib, ma'lumotlar to'playdi. Ayrim rivoyatlar, ayrim nimalar borki, bu o'sha bir haqiqatga yaqin bo'ladi. Mana faraz qilaylik, mana Yaponiyada bir qiz bolalarning ismi shu Chuya deb qo'yilgan ekan. Eng birinchi shu agar Yaponiyada nima qiladigan bo'lsak. Bundan tashqari agar bu Chuya yaponcha
suvga agar o'giriladigan bo'lsa, chuya so'zining ma'nosi suvdek toza va tiniq degan ma'noni anglatar ekan. Mana bunga ham bitta asos bor. Nima uchun deganda mana shu Oqtog'ning yonida katta chashma bor. Shu yerda katta chashma. Bu chashma Nurotada 4 dona bu. Birinchisi Nurotada eng kattasi, ikkinchisi Dehbalandda, uchinchisi mana shu yerda, to'rtinchisi G'ozg'on qishloqlarida bor. Mana bu juda ham tiniq. Agar shunga asos qilib oladigan bo'lsa, tiniq suv, toza suv degan ma'no ham kelib chiqishi mumkin. Agar bu Yaponlarda. Bundan tashqari mana shu degan daryolar bu Oltoyda, Xabarsk o'lkalarida ham xuddi Chuya degan daryolar bor ekan. Bundan tashqari yana shu Xabarsk o'lkasi bilan Xitoyning o'rtasidagi Manjuriya o'lkasida mana shu yerda ham Chuya degan daryo bor ekan. Ana endi agar Xitoy tilidan Chuyan degani bu katta soy degan ma'noni anglatadi. Katta soy degani bunga bir asos bor. Asosi nimadan? Asosi mana shu daradan, Langardan keladigan katta qadimda ham hozir bu ancha sayozlashib qolgan katta daryo bo'lgan. Bu Ipak yo'li shu yerdan o'tgan, shu Nurotaga kelgan, Nurota shahriga. Nurotadan keyin bu yerda ham oromgoh, bu chashma bir oromgoh, bu toza joy bo'lganda, dam olib o'tgan karvonlar. Xitoylar o'tayotgan vaqtida katta suv bo'lganligi uchun uni Chuyan deb atagan. Chuyan. Bu Chuyan degani Xitoy tilida katta soy, katta daryo degan ma'noni bildirar ekan. Shuning uchun keyinchalik mahalliylashib, odamlarning nima qilishi natijasida boyaqa Chuyan en so'zi qoldirilib Chuya deb ketgan bo'lishi mumkin. Bu bir manbalardan biz buni nima qilmadik, shu o'sha qadimdan ota-bobolarimizning nimasiga tayanib, aytgan gaplarga tayanib shunday qilib bizlarda taxminlar bor. Yuqorida Chuya so'zining toponimikasiga to'xtaldik. Endi chuyaliklar qachon, qanday va qayerdan kelib qolgan degan savolga javob izlab ko'rsak. Bu savollarga hozirda Xalqaro Islom akademiyasi dotsenti bo'lib ishlab kelayotgan Asli Nurota farzandi Chuyalik Xo'jakeldi Alimov mulohazalarini tinglaymiz. Olim bilan telefon orqali bog'lanib ma'lumot olishga harakat qildik. Bizning fikrimizcha, qadimgi turk ko'chkilaridan ikkinchi turk ko'chkisi davrida, ya'ni O'zbekiston bilan birga Sibir o'lkasidagi turkiy xalqlarining Markaziy Osiyoga ko'chib kelishi davri taxminan 14-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Shu davrlarda bizning Chuya xalqimiz o'sha ikkinchi buyuk turk ko'chkisi bilan birga ko'chib kelganligi ehtimoli bor. Va o'sha davrda kelgan qadimgi turkiy xalqlar ko'pincha tog'larning etagidagi chashmalar, buloqlar bo'ylarida joylashib olishgan va mana shu chashma va buloqlar atrofida keyinchalik qishloqlar paydo bo'lgan. Va bizning Chuya qishlog'imiz ham aynan o'sha Irkutsk oblastidan, Altay o'lkasidan kelib kelgan, ko'chib kelgan qadimgi turkiy xalqlar joylashib qolgan bir joy sifatida qaralishi mumkin. Qolaversa, bu yerning nomi qadimgi turkiy urug'larning nomlari bilan ham bog'lanadi. Chunki o'zbeklarning 90 dan ortiq urug'i qadimgi davrlarda 14-asrning boshlarida O'zbekiston bilan birgalikda mana shu Markaziy Osiyoga ko'chib kelgan. Shu urug'lardan bittasining nomi Toma urug'i deb ataladi va bugungi kunda Chuya hududida yashaydigan xalqning urug'ining nomi ham Toma deb ataladi. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Irkutsk oblastida Rossiyaning va Altay o'lkalarida Toma urug'idan bo'lgan xalqlarning yashashligi ham ma'lum bo'ldi va bu narsa ikkinchi bir hujjat sifatida qaralishi mumkinki, mana shu Chuya degan qishloqqa kelib qolgan xalq o'sha Altay o'lkasidan yoki bo'lmasa Irkutsk oblasti hududida joylashgan qadimgi turklardan kelib qolganligi aniq mana shu hujjat bilan isbotlanishi mumkin. Xalqimizning tarixidan bizga ma'lumki, bironta qavm biron joyga ko'chadigan bo'lsa, o'zlari yashab turgan hudud nomini yangi ko'chib borgan joylariga o'zlari bilan olib ketishgan. Bundan maqsad esa o'sha nomning yo'q bo'lib ketmasligi va asl kelib chiqishini aniqlashda qiyinchilikka uchramaslik uchundir. Shu nuqtai nazardan olib qaralsa, hozirgi Sibir tomonlardan qadimiy turk urug'lari bizning o'lkamizga ko'chib kelgan va Chuya degan nomni saqlab qolishgan deya xulosa qiladi olim.
Shundan so'ng yo'l tadorigini ko'rdik. 2 kunlik rejalarni puxta tuzib oldik. Dastlab Sur'at degan joyga borishga qaror qildik. Chuya qishlog'i ortida uning tarkibiy qismi bo'lgan Darasoy qishlog'i joylashgan. U yerning tabiati o'zgacha. Yo'lda shoshgancha maktabga ketayotgan o'quvchi yoshlarga ko'zimiz tushdi. Ular shu tog'larga moslashib, tabiatning bir bo'lagiga aylanib ketgandek go'yo. Biroz yurgach, mitti sharshara e'tiborimizni tortdi. Sharqirab oqayotgan zulol suv haliyam taftini yo'qotmagan oftobda odamning bahri dilini yayratadi. Biz Qoyatosh bitiklariga borayotgan yo'limizda Darasoy qishlog'ida mana bunday sharsharalarga duch keldik. Mahalliy aholining aytishicha, bu yerlar qadimdan lalmikor yerlar bo'lganligi uchun odamlar asosan tomorqalarini va dehqonchilik mahsulotlarini mana shunday sharsharalardan kelayotgan, soylardan kelayotgan suvlar orqali sug'orishgan. Mavsumda, bahor mavsumida soy to'lib suv oqadi, lekin yozgi mavsumda ular biroz kamayganligi uchun mahalliy aholi tomonidan qo'lbola suv omborlari, dambalar tashkil etiladi va tomorqalar mana shu taxlit sug'oriladi. Izlaganimiz Sur'at Chuya qishlog'idan 3 kilometrcha narida shundoqqina tog'lar qo'ynida, daralar oralig'ida joylashgan ekan. Kuz bo'lgani uchun atrof zafaron tusga kira boshlagan bo'lsa-da, qo'riqqa olingan bu maydon o'zining yashilligi bilan kishiga zavq bag'ishladi. Ushbu bitiklar sharafiga mahalla ahli bu joylarni Sur'at deya atashadi. Bitiklarni uzoq izlamadik. Ajdodlarimiz ham ularni ko'rinarli joyga solganki, aniq-tiniq ko'zga tashlanib turibdi. Ko'rinib turibdiki, mana bu joylarda, shu bizning Chuyamizda, mana shunaqangi qadimda bundan 3000-4000 yil avval ham insonlar yashaganligi, shu yerda hayot kechirganligi, sivilizatsiya natijasida mana o'zgarganligi, bizning qishloqdagi Tutak, Alchaksoy degan joylarda ham bunaqangi o'rganishga loyiq bo'lgan petrograflarimiz mavjud. Mana kelgusida biz istab qolardikki, buni bir mutaxassislar kelib, olimlarimiz kelib, mana shu narsani o'rgansa, tariximizni kelajakdagi bolalarga yetkazishga, o'quvchilarga yetkazishga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardi. Qoyatoshdagi bu bitiklar qadimda ham ushbu hududda insoniyat faol hayot kechirganidan dalolat beradi. Ular asosan ovchilik bilan shug'ullanishgani uchun ham yo'l-yo'lakay ov qilingan joylarda o'z dastxatlarini qoldirib ketishgani ehtimoldan xoli emas. Bu haqda sal turib yana to'xtalamiz. Vaqt taqizligi uchun keyingi manzil Alchaksoydagi Qoyatosh bitiklari tomon yo'l olamiz. Asl dehqonchilik qon-qoniga singib ketgan chuyaliklar qir-adirlar etagida ham gulshan barpo etishganiga guvoh bo'ldik. Bir qarashda toshloq joyda yovshon yontoqdan boshqa hech narsa unmaydigandek tuyuladigan bu joylarda ham aholi o'z rizqini topmoqda. Yo'l biroz murakkabligi uchun bunday sharoitning eng ma'qul transport vositasidan foydalanishga qaror qildik. Alchaksoy bitiklari qarama-qarshisidagi mana bu yolg'iz daraxt mahalliy aholi vakillarining aytishicha 500 yildan buyon savlat to'kib turibdi. Daraxtning qaysi oilaga mansubligi to'g'risida esa bironta taxminni ilgari sura olmagan bo'lsak-da, u afg'on pistaning ajdodlari degan fikr haqiqatga yaqin keldi. Boisi, xuddi shunday tana va bargli butasimonlarni ikkinchi kuni Ushkan tog'larida ham uchratdik.
Xullas, shu o'y hayollarda Qoyatosh bitiklariga ham yetib keldik. Sinchiklab nazar solsangiz, shu atrofda odamlar yashab, ovchilik va qisman dehqonchilik bilan shug'ullangani unsurlarni sezish qiyin emas. Yurtimizda minglab ochilmagan tarixiy sir-sanoatlar kabi bu yerlar ham tadqiqotga muhtoj. Sababi toshlarning tartibli yig'ilib turishi, adirlikdagi jo'yaklar bunday xulosa qilishimizga asos bo'ladi. Alchaksoydagi suratlar biroz pastroqda, odam qo'li erkin yetadigan joyda bo'lgani uchun ham uni mahalliy aholi vakillari yaxshi bilishadi. Aslida bunday bitiklar atrofda yana yuzlab borligini taxmin qilish mumkin. Hozircha 50 ga yaqin suratlarni sanab chiqdik. Bilasizmi, mana shu biz Chuya qishlog'ini tarixini o'rganish uchun albatta shu qishloq joylashgan hududni o'rganishimiz to'g'ri bo'ladi. Endi bu hududni o'rganish maqsadida mana biz hozir bir Darasoyni kuzatdik. Mana hozir biz Alchaksoyda turib, mana shu Alchaksoy atrofidagi shu qadimda aholi yashagan hududni izlarini, arxeologik yodgorliklarini, Qoyatosh suratlarini o'rganish jarayonidamizda. Bilasizmi? Mana shu o'rganishlar bizga qaysi davrlarda bu yerda insoniyat yashaganligini va o'sha yashagan davrdan bizgacha qaysi yodgorliklar saqlanib qolayotganliklarini ko'rsatadi. Mana masalan Qoyatosh suratlarini kuzatadigan bo'lsak, bu yerda davlat boshqaruvi bo'lganligini ko'rsatadigan juda yorqin Qoyatosh suratlari bor. Endi bilasizki, bizda ko'proq mana shu hukmdor haqida Qoyatosh suratlarida berilayotgan paytda, tasvirda ma'lumot berilayotgan paytda, demak mana shu davlat boshqaruvi yoki bo'lmasa shu yurtni oqsoqoli, yurtni hukmdorini albatta otda tasvirlaganlar. Va mana shu otni o'zi ham bir boshliq ekanligini anglatuvchi bir timsol hisobga keladi. Ikkinchisi, albatta mana shu demak otliqni qo'lida mana shu jugan otni demak yugani bo'lganligi ham bu mana shu yerdagi nafaqat otni boshqargan u, shu yerdagi aholining ham oqsoqoli, boshlig'i ekanligini bildiradi. Timsollar hammasi. Keyin albatta buni otliqni demak qo'lida, mana tirsagida ushlab turibdi. Demak yarog'i bor, qurol yarog'i. Bu ham o'sha demak oddiy insonlardan, mehnatkashlardan, cho'ponlardan yoki bo'lmasa dehqonlardan uni quroli mehnat vositasi ajralib turadiganligini, ya'ni boshliq ekanligini anglatadigan detal hisoblanadi. Undan tashqari yana bir yorqin timsol, mana bu otliqning tepasida, bosh qismida tojga o'xshagan bir kiyim bilan demak tasvirlangan. Bosh kiyimi xuddi demak bu hukmdorlarning tojiga o'xshagan bosh kiyimi ham demak yorqin chizilganki, bu yerda mana shu hududda o'ziga xos madaniyat boshlanganligini qadimda, bu yerda aholi zich joylashganligini, bu yerda o'sha aholini o'ziga yarasha tartib qoidalari shakllanganligini ko'rsatadi. Endi undan tashqari bu yerda yana mana shu tog'larda chorvachilik juda rivojlanganligini ko'rsatadigan ko'plab biz mana shu tog' echkilarini, alxarlarni suratiga duch kelamiz. Mana buni o'zi ham demak mana shu hududni moddiy boyligidan birinchidan ma'lumot beradigan bo'lsa, o'zlaridagi eng bir demak e'tiboriga tushadigan chiroyli, sog'lom, nasldor echkilarini, takalarini demak xalq juda ardoqlagan va ulardan samarali foydalanilgan. Masalan, echkilarini haqida gap ketgan paytda uning yungi demak bir boylik, uning go'shti yana xuddi shunday insoniyatni hayotiga yaraydigan bir asqatadigan, uning suti, uni tez ko'payishi. Biz mana shu Qoyatosh suratlariga qaraganimizda shunchaki bir tasvirga qaraganda emas, uzoq tarix haqidagi ma'lumotlarni, tarixlarni tiplayverishimiz kerak. O'shanda bizga qishlog'imizning tarixi ham yana ham oydinlashadi. Bu qishloqning o'tmishida qanaqa boyliklari, qanaqa tartib qoidalari borligini anglaymiz. Demak, Sarmishsoydagi Qoyatosh suratlarining qadimiyligini dunyo olimlari 7000 yillik madaniy meros ekanligini tasdiqladimi? Mana shu Langar tog'i atrofidagi hamma soylardagi Qoyatosh suratlari ham 7000 yillik, 6000 yillik, 5000 yillik Qoyatosh suratlari bo'lishi tabiiy.
Albatta bunday qisqa vaqtda alohida tayyorgarliksiz bitiklarning mukammal tarixi va yoshi haqida aniq ma'lumotlar aytish mushkul. Shuning uchun ham maxsus ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etilib, Nurota tog' tizmalari o'rganilsa, tarixning biz bilmagan qirralari o'z sirini ochishi tayin. Bilasizmi, mana shu muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan O'zbekiston teleradar kompaniyasiga tarix kanalini tashkil etish to'g'risida topshiriq berilgan paytda, bilasizmi, ko'zimga yosh olish hayajonlari meni qurshab oldi. Bu biz doim mana shu chet el kanallaridan, history kanallarida yoki bo'lmasa shunga o'xshagan boshqa mamlakatlarning tarixiga bag'ishlangan kanallarda u yurtlarni tarixlarini ko'rib, o'zimizda undan-da noyob, undan-da buyuk tariximiz bor ekanligini ko'pchilik biz mutaxassislar, tarixchilar bilsak ham, shularni butun dunyoga ko'rsatish imkoniyati yo'qligidan doim ezilib yurardik. Mana bugun O'zbekiston teleradar kompaniyasining Navoiy viloyat ijodiy guruhi bilan bugun navbatdagi ekspeditsiya tashkil etilganligi bizning o'sha orzularimizni yana bir marta ro'yobga chiqishi uchun bir imkoniyatlar bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Mana imkoniyatdan foydalanib, men bugun O'zbekiston Fanlar akademiyasining qadimshunos olimlarini, arxeolog olimlarini, tarixchi olimlarini yurtimizni mana shu noyob madaniy meroslari jamlangan Navoiy viloyatidagi tarixiy qishloqlarga kelib tadqiqotlar o'tkazishligini, ilmiy ekspeditsiyalar o'tkazishligini, mana shu orqali dunyoga bizni bor mavjud madaniy merosimizni ko'rsatishda sa'y-harakatlarni ko'rsatishga chaqirar edim. Kuz o'z so'zini aytib, birpasda osmonni bulut qopladi. Biroz yomg'ir savalay boshladi. Tashqarida tasvirga olishda murakkablik bo'lgani uchun vaqtdan unumli foydalanish maqsadida qishloqdagi 13-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi iqtidorli va ijodkor yoshlar bilan uchrashdik. Avvalambor prezidentimizga tashakkurlar aytamiz. 2018-yilda qishlog'imiz Obod qishloq dasturiga kiritildi va juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Maktabimiz qaytadan ta'mirdan chiqdi. Yangi kutubxonalar ochildi. Fan to'garaklari, sport to'garaklari bor. Agarda ko'chaga chiqsangiz, ko'chalarimiz yob-yorug', bemalol yurishingiz mumkin. Bundan tashqari guzarlar, mahalla, yoshlar mehnat guzari, bog'cha va boshqa sayr maydonchalari, to'yxonalar barpo etildi. Biz bundan juda xursand bo'ldik. Sog'inch. Sog'indim bu shirin so'zlaringizni. Sog'indim bu go'zal yuzlaringizni. Sog'indim nur to'la ko'zlaringizni. Sog'indim onajon siz o'zingizni. Sog'inchim bir buket gulga o'xshaydi. Sog'inchim to'rt musrat she'rga o'xshaydi. Sog'inchim charog'on kunga o'xshaydi. Sog'inchim qorong'u tunga o'xshaydi. Yuqorida qayd etilganidek, bu hududdan katta miqdorda suv oqib o'tgan, atrof chakalakzor va o'rmonzor bo'lgan. Bu fikrimizni ko'pincha aholi tomorqalaridan son-sanoqsiz daryo toshlarining chiqishi ham dalillaydi. O'sha paytlardan yetib kelgan Chashma bulog'i hozirgacha qishloq ahlini toza ichimlik suv bilan ta'minlab keladi. Undagi suv tarkibi va marinka baliqlari o'sha biz bilgan mashhur Nurota shahridagi katta chashma bilan bir xil. Quyosh ham ufqqa bosh qo'yib, kun oxirlab qolganidan darak bera boshladi. Biz ham bugungi sayohatimizni yakunlab, ertangi borajak marshrut rejamizni tuzishga kirishdik. Tong otdi. Qishloq hayoti qiziq. Quyoshdan oldin uyg'ongan odamlar chorva mollarini dalaga haydaydi. Tomorqasini tartibga keltirishga kirishadi. Mahalla raisi Isomiddin O'tashev bizga yo'lga tushishdan oldin o'z hovlisi tevaragidagi mana bu tosh devorlarni ko'rsatib qoldi. Qadimda qo'rg'on bo'lgan bu tepalik tuproqlar atrofga yoyilib ketmasligi uchun 1,5 metr bo'lgan tosh devor hosil qilingan. 1989-yillarda ushbu tepalikdan mana bu xum, yorg'uchoq va piltachiroq topilgan ekan. Ha, tarixning hali bizga qorong'u tomonlari juda ko'p. Qishloqning joylashgan hududida ko'plab juda qadimdan qolgan nomlar saqlanib qoladi. Masalan, qishlog'imizning tepasida tog'larning ichida Qallayzar degan cho'qqi bor. Ba'zi bir olimlarning fikricha, aslida bu nom Qallibarzu so'zidan kelib chiqqan. Qallibarzu bu Afrosiyatning o'g'lining nomi bo'ladi.
Bu demek yöremizden oldingi davrlarda Afrasiyat'ın oğlu Karlı Barzo'nun mana shu hududlarda bizim Çuya hududida joylashgan o'sha tog'larda ov qilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar qadimgi rivoyatlarda saqlanib qolgan. Shu nuqtai nazardan bizning qishlog'imiz to'g'risida bir faxr bilan aytishimiz mumkinki, Çuya degan qatamaning o'zi ham, Çuya qishlog'ida yashaydigan xalqning o'zi ham juda qadimgi kelib chiqishga ega va uning tarixi qadimgi turklarning qadimgi uzoq tarixi bilan bog'lanib ketgan va bu narsani biz faxr bilan har doim eslab yuramiz. Rejaga muvofiq Chuya mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Mushkan qishlog'i tomon yo'l oldik. Avval ham ta'kidlaganimizdek, mahalliy aholi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishgan. Dashtdagi yontog' va yovshonlar esa qishga eng samarali va arzon zaxira. Hosilni o'z vaqtida yig'ishtirib olsangiz kifoya. Chuyadan 3 kilometrcha sharqda joylashgan Mushkan qishlog'i ham ko'rinib qoldi. Mahalliy aholi bizni xushnud holda qarshi olishib, maqsadimizni bilgach, yo'lboshchi bo'lish istagini bildirishdi. Yo'l murakkab bo'lgani uchun avtomashinamizni shu yerda qoldirib, piyoda yo'lga tushdik. Mana birinchi kunni ham nihoyasiga yetkazdik. Chuya qishlog'idagi bir qancha tarixiy yodgorliklar, qoyatosh bitiklarini birgalikda kuzatdik. Bugun sayohatimizning ikkinchi kuni Chuya mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Mushkan qishlog'idagi tog'lar bag'ridamiz. Hozirgina xalq tilida aytganda birinchi kechuvdan o'tdik. Biz izlagan manzilning 3dan 1 qismida bosib o'tdik desa ham bo'ladi. Oldinda bizni hali bundanda qiziq, mashaqqatli yo'l kutib turibdi. Bu yerda Qo'rg'ontepa va Qoyatosh bitiklarini borib birgalikda ko'ramiz. Tog'lar unchalik baland bo'lmasa-da, salobati odamni yutib yuboradi. O'zingni xuddi ular oldida mitti bir zarradek tasavvur qilasan. Yo'l-yo'lakay dam olib, tog'da o'sgan yovvoyi olmurod, afg'on pista, bodom va do'lanalardan tatib ko'rishga ham muvaffaq bo'ldik. Juda taassurotli lahzalar. Tog'ning eng ommabop uy hayvoni bu so'zsiz echki bo'lsa kerak. Daralar orasida toshdan toshga sakrab yurgan bu echkilar shu yerdagi xonadonlarga tegishli. Tog' aholisi asosan echkichilik bilan shug'ullanishadi. Qadimda ajdodlarimiz yovvoyi echkilarni ov qilishgan bo'lsa, keyinchalik ularni xonakilashtirishgan. Osmonda bizni tinimsiz kuzatayotgan kalxat va lochinlar begonasirashdi chog'i ustimizda tinmay charx urdi. Ikki soatcha bosilgan mashaqqatli yo'ldan so'ng cho'qqining tepasiga chiqdik. Mana bizning ortimizda osmono'par tog'lar bag'rida, cheku chegarasiz qumliklar bag'rida Chuya qishlog'i turibdi. Ushbu qishloq Navoiy viloyatining eng chekka hududlaridan biri hisoblanadi. Bu tomoni Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Ushbu qishloq 2018-yilda Obod qishloq davlat dasturi doirasida qayta hayot bag'ishlandi. Bir jannatmakon o'lkaga aylandi bu yer. Biz 2 kundan buyon ushbu qishloqning tarixini atroflicha o'rganyapmiz. Mushkan tog'laridagi qoyatosh bitiklari ham Alchoqsoydagi suratlar bilan aynan o'xshash ekan. Demak, qadim ajdodlarimiz ovni mana shu yo'nalish bo'ylab qilishgan degan taxmin haqiqatga yaqin. Diyorimiz naqadar keng va fusunkor ekanligini tepalikdan ko'proq his qilish mumkin. Turli ezgu hayollar, fikrlar chulg'ab oladi kishini. Bexos shahar shovqinidan yiroq, musaffo havodan to'yib nafas olayotganingni his qilasan. Hov, ana biz izlagan Qo'rg'ontepa uzoqdan ko'rina boshladi.
Mana sayohatimizning 2-kunida Mushkan qishlog'idan qariyb 3 kilometr tog'da yo'l bosib biz ko'zlagan manzil Qo'rg'ontepaga yetib keldik. Bu yerda ko'rib turganingizdek o'sha qadimiy devor qoldiqlari va xonalarning poydevorlari saqlanib qolgan. Biz hozir bunday Qo'rg'ontepalarning tarixiy va strategik ahamiyati haqida o'lkashunos olim Ramazon aka egamizdan so'rab bilamiz. Ramazon aka, bunday Qo'rg'ontepalar tarixda qanday ahamiyatga ega bo'lgan? Endi ajdodlarimiz tomonidan ixtiro qilingan juda katta kashfiyot bu aslida qo'rg'onlar. Bu ahamiyati shundaki, bugungi hayot tarzini ko'z oldidan o'chiraylikda, eramizni boshiga tushaylik. Eramizni boshidagi ajdodlarimizni hayot tarzini ko'z oldimizga keltiraylik. U paytda bu qadar sivilizatsiya hali mavjud emas edi. Hamma tabiat kuchlaridan samarali foydalanishdan boshqacha hayot tarzi yo'q edi. Shu yerda demak o'z yo'lida yashash, ovchilik, endi ilk dehqonchilik kashf etilgan, ilk madaniy chorachilikka asos solingan davrlar edi. Va faqat mana shu yerda yashagan aholi shu Langar tog'ining tarmoqlari bo'lgan mana shu tog'larda yashar edilar. Atrofimizda bizni ortimizda ko'rinayotgan cheki-chegarasiz qumliklar u zamonlarda eramizni boshlarida badqoqlik, chakalakzor va o'rmonzor, to'qayzorlar edi. U joylarda ham o'ziga yarasha ov ne'matlari, alxarlar, demak hatto yo'lbarslar shu yerda yashaganliklari, bu yerda Buxoro xonguli bug'ularining shu yerda suruv yurganliklari haqida bobolarimizdan eshitganmiz-da. Endi mana shunaqa zamonlarni ko'z oldiga keltirsangiz, mana bu qo'rg'onning ahamiyati albatta ko'zingizning oldiga keladi. Mahalliy aholi vakillari bu yerlarga tez-tez chiqishadi. Ular tomonidan qo'rg'onda bir necha marta qadimiy tangalar, o'q-yoy va uy ro'zg'or buyumlari qoldiqlari topilgan va Navoiy viloyat tarixi va madaniyati davlat muzeyi Nurota tuman filialiga topshirilgan. Ularning aytishicha, tangalarda 11-asrga taalluqli yozuvlar qayd etilgan. Endi mana shu erkin hayot tarzida yashagan ajdodlarimizni yana ikkinchi tomondan bir xavf xatar ham bor edi. Shimol tomondan biz juda ko'p tarixdan bilamiz, mana shu tog'liklarni, dehqonchilik boyliklarini, chorvachilik boyliklarini shimol tomondan kelgan bosqinchilar juda ko'p marotaba talaydilar. Endi mana tasavvur qiling, mana 12-asrga kelib mana Mo'g'ullar bosqinini ham hisobga olsangiz bo'ladi. Undan oldin ham mana bu yerda shimol tomonda yashagan qabilalar doimiy ravishda tog'liklarni, dehqonchilik mahsulotlarini o'lja olish uchun bosqinlar amalga oshirilganligini yuzlab guvoh bo'lganmiz. Chunki bu yerda iqlim yaxshi. Mana tog'lardagi sharshirab oqib kelayotgan soylarimiz sohillarida dehqonchilik mahsulotlari, g'alla, bug'doy va hokazo mahsulotlarini yetishtirish imkoniyatlari ko'p edi-da bu yerda. Mana shuning uchun ajdodlarimiz bu joylarda tog'larning tepalarida qo'rg'onlar qurib, bunyod etib, mana shu qo'rg'onlarda o'zlarining yoz bo'yi yetishtirgan dehqonchilik mahsulotlarini mana shu qo'rg'onlarda saqlar edilar. Biz turgan qo'rg'onimizda ham 38-40 ta xonadonni ozuqasi saqlanganligini mana hozir o'sha tarixlaridan, fundamentlaridan hozir bilishimiz ko'p qiyin emas. Undan tashqari mana bu qo'rg'on shunday qulay bir tepalikda qurilganki, shu shimoldan, sharqdan va g'arb tomondan bu yerga kelishi mumkin bo'lgan bosqin yoki xavf xatarlarni juda xuddi kaftagidek ko'rish imkoniyati bor edi. Keyin shu keladigan xavf xatar bo'ladigan bo'lsa, bular o'zini muhofazasiga tayyorgarlik ko'rar edi. Endi tayyorgarlik nima? Mana bu tepalikdagi tog'larning oralarida ham yuzlab soylar mavjud. O'sha soylarda yashovchilarga ham kerak bo'lsa mana shu tepalikdan turib o'zlarining vositalarida tutatibmi yoki tunda olov yoqibmi, demak xatar kelyapti, ehtiyot bo'linglar degan bir xabarlarni beradigan mayoq vazifasini ham o'taganliklari haqida ma'lumotlar bor. Vaqt va tabiat injiqliklari qanchalik o'z so'zini aytmasin, hamon mag'rurligicha qaddi bukilmayotgan tosh devorlar qanchadan qancha so'ronli kunlarga, qonli urushlarga guvoh bo'lmagan deysiz. Endi mana bu qo'rg'onlardan qachongacha demak insoniyat foydalangan degan savol bo'ladi. Manbalarda juda ko'p uchraydi. 11-asrgacha mana shunaqa qo'rg'onlardan demak ajdodlarimiz samarali foydalanilgan.
Undan keyin mana islomning bu yerga tashrifi munosabati bilan insonlar o'zaro demak bag'ri kenglik, bu yerda insonlar demak bir-biriga tajovuz qilishlari, demak nisbatan kamayib ketganlar, bosqinlar kamayib ketganliklaridan keyin aholi sekin-sekin bu qo'rg'onlardan voz kechib pastga va iqlim o'zgarishi munosabati bilan ham atrofdagi to'qazorlar, batqoqlar, qumliklar chekingandan keyin iqlim odamlar yashash uchun qulay bo'lgandan keyin pastga tushgan. Biz hozir yana pastga tushamiz. Mushkan bu qo'rg'ondan keyin eramiz boshlarida bu bo'lgan bo'lsa, undan keyingi davrlarda Mushkan qishlog'ining qadimiy asoslariga hozir yetib boramiz. Mana shunday bu uzoq asrlar eramizni boshlaridan to 11-12 asrlargacha shu tog'lik ajdodlarimizga xizmat qilgan juda katta mudofaa, aloqa va mana shu vatan vazifasini bajarib turgan qo'rg'onlardan birida turibmiz. Bunday qo'rg'onlar mana shu Nurota tog' tizmasida o'nlab, yuzlab uchraydi. Endi bunaqa qo'rg'onlar yana bizda ko'pmi desangiz, hamma tog' qishloqlarida bor. Sentobsoyda bunga o'xshagan qo'rg'onlar 2-3ta, Sor qo'rg'on va Sentobsoy qo'rg'onlar bor. Sarmissoyda bor, Sarmissoy qo'rg'oni va Suvbosh qo'rg'onlari bor. Endi bularni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Bilasizmi, mana shu tog' bag'rida ming yillar davomida bizning ajdodlarimiz shu ona vatanim deb mana shu tog'larda yashaganlar. Bugun taraqqiyot tekisliklarga, qulay joylarga bizni hammamizni tog'lardan pastga yetaklab tushirsak to'g'ri bo'ladi.